Namangandan Farg'onaga jo'natma keldi. Uni hidini qarang. Hop, juda xursandmiz. Hozir o'zimga sig'mayapman. Aytyapman anchadan beri. Men birinchilardan bo'lishimni kutmagandim. Men biladiganlarim 5-6 ta, bilmaganlarim ko'proq menimcha. Ular bilan hali shaxsan tanish emasman, lekin tanish niyatida yurgandim. Shu sabab mana Xudo xohlasa tanishib olamiz. Mana shu xabarda o'qib turgan bo'lsangiz, bizga o'z shahar, ism, familiyangizni jo'nating. Telefon nomeringiz bilan men sizga jo'natma yuboramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-fevral 2026-yil. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun bir yangilik bor. Bizga hadiya jo'natilgan. Kimdan va qanday buni jo'natganligi, nima sabab bo'lganligi haqida keyinroq sizga batafsil aytib beraman. Hozir buni ochib ko'ramiz. Ichida kitob bor. Kitob qanaqa kitobligini hozir ochib ko'rib ko'ramiz. Hop, kitob nomi Salom Pekin. Muallifa Asmo Nadiya. Nido nashriyotidan chiqqan ekan bu kitob. Hop, endi bu kitob qanday yutib oldim, qanday hadiya jo'natildi menga. Hop, bilsangiz kerak, YouTube'da audio kitob chiqaruvchi kanallar bor, ko'p. Men biladiganlarim 5-6 ta, bilmaganlarim ko'proq menimcha. Hop, bu kitobni Darvesh kanali asoschisi menimcha. Ular bilan hali shaxsan tanish emasman, lekin tanish niyatida yurgandim. Shu sabab mana Xudo xohlasa tanishib olamiz. Ular Namangandan ekan, pochtada Namangan ko'rsatilgan shahar. Namangandan Farg'onaga jo'natma keldi. Juda xursandman hozir. Kitob sovg'a olmaganimga ancha bo'lgandi. Keyin o'sha Darvesh YouTube kanaliga a'zoydim, Telegramlarga ham a'zo bo'lib qo'ygandim. Ko'pincha ularda faqat Telegramda audiolarni, kitobni audiosini tashishardi. Post hech qanaqa kam ko'rardim nisbatan. Nimadir bo'ldiki, men kirgan vaqtda ular post joylab qolishdi. O'zi joylanganiga 5-10 daqiqa bo'lgan shekilli menimcha. O'zi 10 ta ko'rishlar bo'lgan postda. Postda shunday xabarki, oxirida aytilgan, mana shu xabarda o'qib turgan bo'lsangiz, bizga o'z shahar, ism, familiyangizni jo'nating. Telefon nomeringiz bilan men sizga kitob hadya qilaman, kitob jo'nataman deyishgandi. Shu kitob rasmi bor edi adashmasam. Men ham yozib qo'yaverdim. Nasib qilsa birinchilardan bo'lgan bo'lsam, faqat aytilganda unda faqat eng birinchi yozgan insonga deyilgandi. Men birinchilardan bo'lishimni kutmagandim. Aytganimdek, 10 ta ko'rishlar sonidan oshgandi. Ko'rishlar soni u post. Tavakkal yozib qo'yavergandim. Xo'p, sal turib keyin menga o'zi xabar keldi. Sizga nimalaringizni oldik, rahmat, sizga jo'natma yuboramiz. Men shunda taklif qildim ulardan, kitobni muqovasiga tilaklaringizni yozib bering, iltimos imzolaringiz bilan degandim. Mana buni ham qilishibdi. Xo'p, tilaklarni o'qib eshittiramiz endi. Darvesh YouTube kanalidan hadiya. Bizni kuzatib olganingiz uchun minnatdormiz. Farg'onadan ham kuzatuvchilarimiz borligiga biz faqat xursand bo'lamiz. Aziz boshingiz omon bo'lsin. 3-fevral 2026-yil. Imzoni o'rniga menimcha shu Darvesh kanalini o'zlari yopishtirib qo'yishdi mana bu joyga. Ajoyib. Ajoyib hadiya, ajoyib esdalik bo'ldi men uchun bu. Bizga ham nasib qilsin shunday hadiyalar bilan kuzatuvchilarimizni xursand qilish.
kitob haqida alohida video qilib chiqamiz, xudo xohlasa. Darvesh YouTube kanaliga esa ijodlariga omad, to'xtab qolmanglar. Sizlarning kuzatuvchilar tobora ko'payib bormoqda. Xo'p, Darvesh kanali bilan xudo xohlasa hamkorlikda ishlashimiz mumkin. Buni gaplashib olishimiz mumkin. Xo'p, juda xursandmiz. Hozir o'zimga sig'mayapman. Aytyapman, anchadan beri kitob hadya olmagandim. Uni hidini qarang. Tashakkur aytib qolamiz. Aziz boshingiz omon bo'lsin deymiz biz ham. Hozircha shu.